Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi obyekt. Xudo xolasa bu obyektimizni 25 kun oldin video qilib qo'ygan edik. 25 kun ichida nima qaysi etapga keldik shu haqida podrobno aytib o'tamiz. Videomizni oxirigacha ko'ringlar. Remont boshlayotgan egalar uchun juda ham foydali ma'lumotlar. Qani ketdik. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Bu obyektimiz 2 etajlik hovli. Bitta ko'rsatib o'tamiz nima ishlarni qilganmiz. Bu yerda hozir hovlimizda devorlar, fasad qismi devorlar полностью gipsokarbonni apishga bo'lib, minivata bilan utiblet bo'lib cho'tqa qilyapmiz. Bu egasini talabiga binoan. Xo'p, bu yerda jarayon ketadi. Patolog boshlaganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Ikkinchi etajga chiqamiz. Bo'lsa. Xo'p, ikkinchi etajda полностью patolog, devorlar gipsokarbon полностью bitgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Devorlar ideal qilingan. Gipsokarbon apishkalari. Полностью karkas to'qib minivatani X loy qilib, u egasini talabiga binoan cho't qilib berganmiz. Xudo xolasa bu yerda o'tiradigan zona bo'ladi. O'tiradigan zonaga dizayn proyektga rels qo'shib berganmiz. Metrajli relslar o'tirini ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham cho'tka bo'lgan. Xudo xolasa o'rtasida lustra bo'ladi, bu yoqda mягкий zona bo'ladi. Xo'p, bu yerda devor gipsokarbonlarni qildik. Patologlarni ham полностью ko'rishingiz mumkin. Hammasini karkas qilib, uy egasini talabiga binoan полностью minivata bilan utiblet qilib chiqqanmiz. Hamma xonamizda mana bu yerda детская komnata. Ko'rishingiz mumkin. Fasad qismi полностью gipsokarbon apishga bo'lgan. Uy egasini talabiga binoan patolog ham minivata bilan apishga bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu devorlar penoblok edi. Penoblokka gipsokarbon yopishtirib, ustidan podmaya gipslik shuv qilganmiz. За счет penoblok bo'lganligi sababiga ko'rishlaringiz mumkin. Hammasi cho'tka bo'lgan. Bu kattalar yotoqxonasi ko'rishlaringiz mumkin. Qo'shni plafonlarning joyini teshib olganmiz. Patologlar utiblet bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Utiblet bo'lgan. Hammasi cho'tka bo'lgan. Televizor bo'ladigan joylar, konditsioner bo'ladigan joylarga обязательно tagiga reka qilganmiz. Reka bu egasini talabiga binoan bu yerda televizor bo'ladi. Uning orqasiga reka urib berganmiz. Ishimizni har bitta mелочевкasigacha e'tibor beramiz. Shuni hisobga olishingizni so'rab qolamiz. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. Bundan ham zo'r, bundan ham foydali ma'lumotlar qo'yib ketishda davom etamiz. Sizlardan faqat podpishka, like, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Ishimiz qanchalik sifatli chiqyapti. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun juda ham muhim. Bundan ham zo'rlari hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.